300 ming qo'shib beraman. Hop. Faqat qo'lingizni ushlab ketaman. Tushunmadim. Ne uchun siz? Nima degani bu? 300 ming beraman, qo'lingizni ushlab ketaman degan. G'alati emasmi? O'g'il bola qo'lini ushlab ketish? Yo'q, men uchun to'g'ri. Bizdan g'alatiroq bolalarmiz. Balki. Adresda adashsiz menimcha. Nega? Unaqa odam emasman, xatlashyapman g'alati. Siz shunaqa odamsiz demadim. To'g'ri kelgan odamga 300 ming beray, qo'lingizni ushlab ketyapti. G'alati emasmi?